Bundan sizlar bilan shu Interesting MC kanali. Bugun men o'zim ishlatadigan Minecraft shaderimni qaydan o'rnatish va uning qanday xususiyati borligini bir ko'rib chiqamiz. Obunachilar, video foydali bo'lsa like va obuna bo'lib qo'yish hozir esdan chiqmasin. Agarda bolalar sizlar ham Minecraftning haqiqiy versiyasini maza qilib tekin o'ynamoqchi bo'lsangiz, agarda shu videoda likeimiz 50 tadan oshishi bilan o'zimning Telegram kanalimga yoki qanday qilib o'rnatish videosini chiqaraman. Shuning uchun hoziroq like va obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Bola, mening maqsadim 2000 ta bo'lish shu mart oyining oxirigacha, ya'ni ro'za oyining oxirigacha. Hoziroq shuning uchun o'z hissangizni qo'shib obuna tugmasini bosib qo'ying. Birinchisi chiqqan realistik shader modni tortib olib buni ochamiz. Hozir bu yerda menga reklama qo'yib yubordi. Mana ochganimizda shuncha shaderlar bor. Ko'rishingiz mumkin. O'zingizga yoqqanini o'rnatasiz. Hozirda men ishlatadigan yaxshiroq shader bu mana Alpak final versiyonni ichiga kiramiz. Bola, buning bitta minus tomoni reklama qo'yishida deb o'yladi. Buni men yuklab olganman, sizlar ham yuklab olasiz va Minecraftga kiramiz. Minecraftga kirganda hozir o'ynashlar yangi merni ochamiz. Kreativ rejimda va bu yerdan biz tortgan shaderimizni qo'shib qo'yishimiz kerak. Mana bu Alpak mod 1.6 va uni create tortamiz. Ular videoni kesib yuboraman chunki buni ancha kutib qolishingiz mumkin. Obunachilar, mana bizning videomizga kirdi. Endi bu yerdan shaderimizning xususiyatlari birinchi ko'rsatadigan narsam hozir biron joyga boraydi. Masalan, ko'rishingiz mumkin. Bu shaderning o'zining tiniqligi va amklarini ko'rishingiz mumkin. Obunachilar, juda ham tiniq va bu hozir adashmasam daraxtlarning shoxlari qamalash kerak edi. Hozir bu ham chiqmayapti. Bola, bu shaderimizning juda ham zo'r narsasi bu atmosferasi deb o'ylayman. Bulutlarni ko'rishingiz mumkin, juda ham go'zal atmosfera. Uncha shaderlar ochib bera olmaydi bunaqa atmosferani. Va quyoshimiz qani? Quyoshimiz ham haqiqiy realistik dumaloq shaklda. Bola, ko'rishingiz mumkin, buning ham juda ham zo'r xususiyatlaridan deb o'ylayman. Mana quyosh ham dumaloq. Buni yana bitta menga yoqqan tarafi hozir ko'rsataman. Bu yerdan tentani olamiz. Tenta bilan jajigalkani olsam hozir. Obunachilar, bu tentani qo'yaman. Masalan, bu tentani portlataman. Ko'rishingiz mumkin. Tanada portlaganda ham qandaydir o'zidan tutunlar qoldiradi. Haqiqiy hayotda ham tutun portlab turib, tutun chiqqandek bunda ham tutunlar chiqadi. Bola, video yoqqan bo'lsa va sizga foydali bo'lgan bo'lsa, hoziroq like va podpiska tugmasini bosib qo'ying, chunki biz birga bo'lishimizga yo'l soldi. Obunachilar, agar shu videoda 50 tadan oshiqroq like yig'ilsa, men Minecraftning haqiqiy versiyasini qanday qilib o'rnatish videosini chiqaraman. Xayr, salomat bo'ling.